Demak, 69-misol. 6-mavzu 69-misol. Berilgan ma'lumotlar ABC tomon, ABY tomon uchburchakning tomonlari berilgan. YD bilan YS berilgan. Uni x topish kerak. Bu turdagi misollarda bilamiz, ikkita to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan vertikal burchaklar teng bo'ladi. Mana bu alfa bo'lsa, vertikal burchagi mana bu ham alfa bo'ladi. Biz kosinus teoremasiga ko'ra alfani aniqlab olgandan keyin, kosinus alfani aniqlab olib, y desa uchburchak uchun kosinus teoremasini qo'llaymiz. Demak, AY b uchburchak uchun kosinus teoremasi. Asosi 19 kvadrati xo'sh teng bo'ladi 3 kvadrat plus 5 kvadrati minus xo'sh 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan kosinus alfa. Xo'sh, bu yerdan asosi 19 kvadrat 19 teng bo'ladi 9 plus 25 minus 30 ta kosinus alfa. 30 ta kosinus alfani chap tomonga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, 30 ta kosinus alfa teng bo'ladi 19 o'ng tomonga minus bo'lib o'tadi. 9 ga 25 ni qo'shsak 34, 34 dan 9 ayirsak 15 hisoblanadi. Kosinus alfa 15 taqsim 30. Ya'ni 1 taqsim 2 teng bo'ladi 15 ga qisqartirsak. Endi mana bu y desa uchburchak uchun kosinus teoremasini tuzamiz. X kvadrat teng 2 kvadrat plus 7 kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan xo'sh 2 ko'paytirilgan kosinus alfa. X kvadrat teng 4 plus 49 minus 4 kare 7 ko'paytirilgan kosinus alfamiz joyiga 1 taqsim 2 qo'yamiz. 2 kare 14 x kvadrat teng 4 ga 49 qo'shadigan bo'lsak 53 minus 2 kare 7 14. X kvadrat teng 39 x teng asosi 39 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana bu 70-misolimiz ham xuddi shunday. Mana bu alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchagimiz ham alfa bo'ladi. Xuddi bunaqa bir xil usulda ishlanadigan misol, faqat sonlar almashib keladi. Mana shu usulda ishlanadi. Ikkita uchburchak uchun kosinus teoremasini tuzib ketaman. O'shani oxiriga yetkazib qo'yasizlar. Xo'sh, ilzosi 41 ni kvadrat teng xo'sh 5 ni kvadrat plus 6 ni kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan kosinus alfa. Mana bu y desa uchburchak uchun x ni kvadrati teng 3 kvadrat plus 3 kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan kosinus alfa. Yuqoridagi tenglamadan kosinus alfani topib pastga keltirib qo'yamiz. 71-misolimiz. Mana bu burchakni alfa deb oladigan bo'lsak, biz x aniqlashimiz kerak. Bu yerda hech qanaqa o'xshashlik haqida ma'lumot berilmagan. Mana demoqchi bo'lganim, misol uchun aytaylik, mana bu burchak bilan bu burchak teng bo'ladigan bo'lsa, bu bilan bu olinib o'xshashlikka tashlasa ham bo'ladi degan fikr uyg'onishi mumkin-da bu misolni ko'rgan vaqtimizda. Demak, xo'sh, biz yuqoridagi y d a uchburchak uchun kosinus alfani aniqlasak bo'ladi. Demak, alfani qarshidagi tomon 4 ni kvadrati teng bo'ladi 2 ni kvadrati plus 3 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan kosinus alfa. Shundan kosinus alfani aniqlaymiz. 16 teng 4 plus 9 minus 12 ta kosinus alfa. 12 ta kosinus alfa chap tomonga keladigan bo'lsa plus bo'lib keladi. 12 ta kosinus alfa teng. Xo'sh, 13 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak 4 ga 9 13, 16 minus bo'lib o'tadi, minus 3. Shunda kosinus alfa minus 3 taqsim 12. Shuga qisqartirsak minus 1 taqsim 4. Endi katta ABC uchburchak uchun kosinus teoremasini tuzamiz. Demak, x ni qarshisida alfa turibdi. AB tomon 2 plus 7 9, AC tomon 3 plus 3 6. Demak, x ni kvadrati teng AB ni kvadrati, ya'ni 9 ni kvadrati plus 3 plus 3 6 ni kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan kosinus alfa. X kvadrat teng 81 plus 36 minus 2 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan kosinus alfani joyiga minus 1 taqsim 4. Xo'sh, 2 ga qisqartiramiz 2 qoladi. 2 bilan buni, ya'ni 2 ga qisqartirsak 3 qoladi. X kvadrat teng 81 ga 36 ni qo'shadigan bo'lsak 117 minus
9 kere 3 27. X kvadrat teng 90 bo'lsa, x teng ildiz 90 ga teng bo'ladi. Xo'sh, ildiz 90 ni misol uchun 9 kere 10 desak, 3 ildiz 10 degan javobni ham variantda berishi mumkin. Shundan bilib olasizlar. Xo'sh. Mana bu 71-misolni ko'rdik. Xo'sh, 72-misolimiz ham xuddi shunaqa. Mana buni alfa deb olasizlar. Yuqoridagi 7 uchburchak uchun kosinus alfani aniqlab, katta uchburchak uchun kosinus teoremani tuzasizlar. Xuddi shu usul bilan 71-misol usulini ko'rib olinglar. Sonlar almashishlar mustaqil ravishda albatta bajarsanglar, bu usul ham yodlaringizda qoladi. 73-misolimizda demak, biz katta ABC uchburchak uchun kosinus teoremani tuzishimiz uchun mana bu burchakni alfa deb olamiz. Chunki ABC ning barcha tomonlari berilgan, biz x ni aniqlashimiz kerak. Demak, katta ABC uchburchakka e'tibor qilinglar. Mana bu tomon uzunlik 6 ga teng, buniki 9 ga teng, AC ham 6 ga teng. Katta uchburchak uchun kosinus teoremasi. Demak, alfani qarshisida 6 bor. 6 ning kvadrati teng. Xo'sh, 9 kvadrat plus 6 ning kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan kosinus alfa. 6 ning kvadrati bilan qisqarib ketadigan bo'lsa, 2 kere 9 bu tarafga plus bo'lib o'tadi. 2 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan kosinus alfa teng 9 kvadrat. 9 kvadrat bilan bitta 9 qisqartirsak, 12 ta kosinus alfa teng 9 ga kosinus alfa teng bo'ladi. 9 taqsim 12, 3 ga qisqartirsak 3 taqsim 4. Endi BDA uchburchak uchun kosinus teoremasi tuzamiz. X ning kvadrati teng. Xo'sh, 4 ning kvadrati plus 9 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan kosinus alfa. Xo'sh, x ning kvadrati teng 16 plus 81 minus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan kosinus alfa joyiga 3 taqsim 4 qo'yamiz. 3 taqsim 4. 4 lar qisqaradi. X kvadrat teng 16 ga 81 qo'ysam 97 minus 2 kere 9 18. X kvadrat teng bo'ladi 79 ga. X ildiz 79 ga teng bo'lar ekan. Mana bu uchburchagimiz ham mana 73-misol bilan bir xil. Mana katta ABC uchun mana buni alfa x qarshisi burchak alfa deb olamiz. Katta uchburchak uchun kosinus teoremani tuzamiz. 6 ning kvadrati teng bo'ladi. Mana bu tomon uzunligi 12. 12 ning kvadrati plus 9 kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 12 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan kosinus alfa. Endi bu kosinus teoremasi tuzib olingandan keyin kosinus alfa aniqlanadi. Dan keyin mana bu ABC uchburchak uchun kosinus teoremasi tuzamiz. O'sha yerdagi 9 kvadrat plus 8 kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan kosinus alfa. Mana bu uchburchak uchun tuzilgan kosinuslar teoremasidagi kosinus alfani joyiga mana bu yuqoridan topilgan kosinus alfa keltirib qo'yiladi. Ishlab berdim. Mana shu usul bilan bir xil ishlanishga yaxshilab qarab, sonlarni almashishlarni mustaqil bajarasizlar. Xo'sh, 75-misolimiz. 75-misolimiz aytyapti, alfa 90 dan kichik. X qaysi oraliqqa tegishli debdi. Alfa 90 dan kichik. Xo'p, agar 90 bo'lganda nima bo'lardi bu? To'g'ri burchakli uchburchak bo'lardi. Qat'iy ravishda kichik deyapti. Agar biz 90 bo'lgandagi holatini ko'ramiz. X kvadrat teng 6 ning kvadrati plus 8 kvadrati bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchak uchun x 10 ga teng bo'ladi. 36 64 100 bo'ladi. Demak, alfa 90 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, x ham 10 dan kichik bo'ladi. Mana shu x tomon. Endi qaysi oraliqqa tegishli bo'ladi deyapti. 10 dan kichik barcha sonlar kiradimi? Yo'q. 10 dan kichik barcha sonlar kirmaydi. Uchburchak yasash qoidasi ham bor bu yerda. Demak, eng katta tomon ikkita tomon yig'insidan kichik bo'lishi kerak degan qoidaga ko'ra. Xo'sh, mana uchburchak yasash qoidasining umumiy uchala tengsizligini ham tuzib olaylik. 6 plus x katta 8 dan 6 plus 8 katta x dan 8 plus x katta 6 dan. Bundan x katta 2, x kichik 14 hamda x katta minus 2 hosil bo'ladi. Mana shu tengsizliklarning hammasini son o'qiga joylashtiradigan bo'lsak, mana 2 dan katta minus 2 dan katta, 2 dan ham katta hisoblanadi.
Yo, mana 2 dan katta son -2 dan ham katta hisoblanadi. Buni yaxshi bilib olish uchun sanoqqa joylashtirsanglar ham mayli. Mana -2 dan katta. Xo'sh, keyin 2 dan katta yana. Mana 2 marta bo'lyapti. 14 dan kichik, 10 dan kichik. 14 dan kichik. Xo'sh, 10 dan ham kichik. Yechim 2 marta, 4 marta bo'lgan joy 2 10 oralig'i bo'lyapti. 76-misolimiz. Mana bu yerda qolib ketdi, bo'yagani. 76-misolimiz xuddi shu misolning o'zi. 6 bilan 8 o'rniga 12 qo'yasizlar. Xuddi shu tengsizliklarni bajarasizlar, tamom. Shu bilan yechim chiqadi. Xo'sh, mabodo chiqmasa, bemalol videoni izohida qoldiringlar. Yana повтор shu misol haqida tushuncha berib o'taman. 77-misolimiz. A 9 ga teng ekan, B 12 ga teng ekan. B tamam. Beta 90 dan katta bo'lsa A x oralig'i qaysi oraliqqa tegishli. Endi bu narigi 76-misolimiz, 75-misolimizda beta kichik 90 ni ko'rdik. Endi beta katta 90 ni ko'ryapmiz, ha. Xo'sh, beta katta 90. Agar beta 90 ga teng bo'lganda nima bo'lishini ko'raylik. Agar beta 90 ga teng bo'lsa nima bo'ladi? X kvadrat 9 kvadrat plus 12 ni kvadrati teng bo'ladi. Pifagor teoremasi hosil bo'ladi. Bunda x 81 ga 1 qo'shib 225, ya'ni x 15 ga teng bo'ladi. Beta 90 dan kattami? Demak, mana beta 90 ga teng bo'lganda x 15 ga teng bo'ladi. Agar beta 90 dan katta bo'lsa, x ham 15 dan katta bo'ladi. X dan katta, anaqa 15 dan katta barcha sonlar kiradimi? Yo'q. Bunda uchburchak yasash qoidasi bizga chegara qo'yib beradi. Eng katta tomon uzunligi ikkita tomon uzunligidan kichik bo'lishi kerak. 9 plus 12 katta x dan uchburchak yasash qoidasiga ko'ra x kichik 21 dan. Demak, 21 dan kichik 15 dan katta, ya'ni 15 kichik x kichik 21. Mana shu oraliqda bo'lishi kerak ekan x'imiz. Mana 78-misolimiz 77 bilan shartlari bir xil, faqat son almashib kelganligi uchun shu misolni yechimiga qarab 78 ni mustaqil bajarasizlar. Xo'sh, bu yerda eng kichik butun qiymatini toping debdi. Xo'p, mana 77-misolga o'xshab ketadi bu. Alfa 90 dan katta. Xo'p, alfa 90 ga teng bo'lganda nima bo'lishini ko'ramiz. Alfa 90 ga teng bo'lganda alfa 90 ga teng bo'lganida to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib, Pifagor teoremasi bo'ladi bu. X kvadrat teng 7 ni kvadrat plus 4 kvadrat, 4 kvadrat plus 7 ni kvadrat. Xo'p. Endi x topib olamiz. 16 ga 49 qo'ysak, 65, x ilzosi 65 ga teng bo'lar ekan. X ilzosi 65 ga teng bo'lar ekan, alfa 90 ga teng bo'lsa. Alfa 90 dan katta bo'lsa, x ham ilzosi 65 dan katta bo'ladi. Burchak kattalashgandan keyin tomon ham kattalashadi-ku. Ilzosi 65 dan keyingi butun son, ilzosi 65 dan keyingi butun son 9 hisoblanadi. Chunki ilzosi 64 dan 8 chiqadi-ku. 8 ni kvadrati 64 bo'lgandan keyin 9 kvadrati 81, ya'ni ilzosi 65 dan keyingi butun son bizga x ning 9 hisoblanadi. Eng kichik butun qiymati 9. Qaysi oraliqda deganda edi? Mana bu 77-78-misolga o'xshatib ishlagan bo'lar edik. X ning katta butun qiymati so'ralibdi 80-misolda. Bu yerda ham agar shart qo'yamiz, alfa 90 ga teng bo'lganida to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib, x kvadrat teng 7 ni kvadrat bo'lib 8 kvadrat bo'lardi. X teng bo'lardi 49 ga 64 ni qo'shadigan bo'lsak 115 bo'ladi. X ilzosi 115 ga teng bo'ladi. Alfa 90 bo'lganda x ilzosi 115 bo'ladi. Demak, alfa 90 dan kichik bo'lsa, x ham ilzosi 115 dan kichik bo'ladi. Ilzosi 115 dan kichik eng katta butun qiymat x ning 10 hisoblanadi. Chunki 10 degani ilzosi 100 deganida, ilzosi 115 dan keyingi
kichik, eng katta butun son 10. Xo'sh, demak 81-misolimizga e'tibor qilamiz. Endi 60 gradus bo'lganida deb 90 ga 60 gradus olingan ekan. Buni ham ko'rib o'tamiz. Bunga ham shart kiritamiz. 60 dan kichik bo'lsa deyapti. Agar alfa 60 gradus bo'lsa nima bo'ladi? Alfa 60 gradus bo'lsa, kosinuslar teoremasiga ko'ra x kvadrat teng 6 kvadrat plus 8 kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan kosinus 60 gradus. Xo'sh, x kvadrat teng 36 plus 64 minus 2 ko'paytirilgan 6 kere 8 48 ko'paytirilgan kosinus 60 da 1/2. 2 bilan 2 qisqarsa 64 100 bo'ladi. 100 dan 48 narsam 52 bo'ladi. Xo'sh, x kvadrat teng 52. Shunda x 52 ga ilzos 52 ga teng bo'ladi. Alfa 60 dan kichik bo'lsa x ning eng katta butun qiymatini toping debdi. Agar alfa 60 ga teng bo'lsa x ilzos 52 ga teng bo'ladi. Agar alfa 60 dan kichik bo'lsa x imiz ham ilzos 52 dan kichik bo'ladi. Demak, ilzos 52 dan kichik eng katta butun qiymat bu 7 hisoblanadi. Chunki 7 bu ilzos 49. Mana ilzos 52 dan oldingi eng katta butun qiymat. Xo'sh, 82-misolimizda alfa 60 gradusdan katta bo'lsa x eng kichik butun qiymatini toping. Biz yana bunga shart kiritamiz. Agar alfa 60 bo'lsa x nima bo'lar edi? Kosinus teoremasi x kvadrat teng 8 kvadrat plus 10 kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan kosinus 60. Kosinus 60. X kvadrat teng 64 plus 100 minus 2 ko'paytirilgan 8 kere 10 80 ko'paytirilgan kosinus 60 da 1/2. Ikkala qisqaradi. 164 dan 80 darsak 84. X kvadrat teng 84. X ilzos 84 ga teng bo'lar ekan agar alfa 60 gradusga teng bo'lsa. Agar alfa 60 gradusdan katta bo'lsa, x imiz ham ilzos 84 dan katta bo'ladi. Xo'p, ilzos 84 dan keyingi eng kichik butun son, mana eng kichik butun son so'ralyapti-ku. Bu albatta ilzos 100, ya'ni 10 degani. Xo'sh, 83-misolimizga ham keldik. A b a s 12 ga teng bo'lsa, ham teng oluvchi burchak hisoblanyapti. S da 5 ga teng ekan. S da 5, A da x bo'lsa, x qaysi oraliqqa tegishli debdi. X qaysi oraliqqa tegishli. Xo'sh, ana endi bu yerga biz alfa deb kiritadigan bo'lsak, xo'sh, 83-misolimiz. 83-misolimizni qaraymiz. Qaranglar. Mana bu A nuqta borki, mana shu BD kesmani cho'zsak, uzaytirsak, mana bu 12 12 hamda 5 o'zgarmasligi kerak. O'zi mana bu yerdan uchburchak yasash qoidasiga ko'ra x ning katta qiymatini topib olsak bo'ladi o'zi aslida. Ya'ni x plus 5 katta 12 dan 5 plus 12 katta x, ya'ni x kichik 17 dan 17 ni chegarasini mana bunday hal qilib olsak bo'ladi o'zi aslida. Demak, x 17 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Endi mana bu tomoni ham bor-da bu uchburchakni. Endi qaraymiz. Uchburchakni x ni keyingi chegarasi qanday bo'ladi? Mana bu
A nuqtani mana bu tomonga qarab agar tortadigan bo'lsak, bu tomonga qarab tortadigan bo'lsak-da, S B ni ustiga kelgan vaziyatida bu yerda 12, 5 hamda bir tomoni x ga teng bo'lgan to'g'riburchakli uchburchak hosil bo'lib qoladi. Ana shu vaziyat hosil bo'lsa, BS tomoni yo'q bo'lib ketadi. Lekin bizning chizmamizda BS tomoni doim mavjud bo'lishi kerak. Doim mavjud bo'lishligi uchun mana bu uchburchak hosil bo'lmasa kerak. Ya'ni bu uchburchakda x 13 ga teng bo'ladi. Mana kvadratlar yig'indisi 169, 169 dan 13 chiqadi. Agar x 13 ga teng bo'lsa, bu degani BS yo'q bo'lib ketdi degani. BS yo'q bo'lib ketmasa kerak, chizmada mavjudmi? Mavjud bo'lib turishi kerak. Demak, bizga x 13 dan katta bo'lishi kerakligi hosil bo'ladi. Demak, x oralig'i 13 dan 17 gacha degan javob kelib chiqadi. Bu yerda ham xuddi shunda x ga eng katta qiymati bo'yicha chegara qo'yadigan bo'lsak, x kichik bo'lishi kerak 7 plus 24 dan, ya'ni x 31 dan kichik bo'lishi kerak. Mana bu yerda a ni haligi aytganimdek a ni bu tomonga qarab surganimiz sari s b ni ustiga keladi. Xo'sh, s b ni ustiga keldi degani to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi degani. Shunda 24 7 x hosil bo'ladi. Bunda x 25 ga teng bo'ladi. Ya'ni x 25 ga teng bo'lsa to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lib, BS yo'q bo'lib ketadi degani. BS yo'q bo'lib ketmasligi uchun x 25 dan katta bo'lishi kerak deb shart kiritishimiz kerak. Xo'p, mayli, chizmani eslab qolamiz. Demak, x ni kichik deymiz bu ikkita qiymat yig'indisidan, x ni katta deymiz bu ikkalasini kvadratlari yig'indisidan. Shu narsani o'zimiz uchun qoida qilib qo'ysak yetarli. 85-misolimiz. Demak, 85-misolimizda berilgan ma'lumotlar x tomon berilgan, burchaklar berilgan. Shu x tomonni aniqlashimiz kerak ekan. Xo'p. Buni qanday bajaramiz? To'g'riladigan bo'lsak, albatta diagonallar yordamida buni keltirib chiqaramiz. Buni hozir diagonalni qayerdan qayerga tortishimizni bilishligimiz kerak. Xo'p, 60 ga 60 120, 120 ga 150 ni qo'shadigan bo'lsak, 120 ga 150 ni qo'shadigan bo'lsak 270. To'rt burchakning ichi burchaklari qancha 360 bo'lishligi uchun mana bu 90 bo'lishligi kerak ekan. Mana bu diagonalni tortsak bo'lar ekan menimcha. Bu diagonalni tortadigan bo'lsak, mana bu BD tomon, BD, mana bu AB hamda AD Pifagor teoremasi hosil qiladi bu yerda. Pifagor teoremasi hosil qiladi. Xo'sh, agar parallel tortib olganimizda-chi? Endi ko'zlar teoremasi degan bo'lsak, mana buni ham bitta noma'lum belgilashimiz kerak, to'g'rimi? Buni ham bitta noma'lum belgilashimiz kerak. Bunday qilib tortib olganimizda nima bo'lardi? Bu parallel bo'lib. Shunday qilamiz, bo'lmasa mana bu yerga qaytadan chizib olaylik buni. 85-misolimizni. Mana burchaklar 60 deyapti, mana bu 90 deyapti. 8 ga teng, x mana 12 ga teng. Xo'sh. Bitta mana bunga balandlik tushirsak-chi, 90 graduslar. Balandlik tushirsak, mana bu 90 bo'lgandan keyin 60 mavjud, 60 berilgan bo'lsa, mana bu 30 bo'ladi. Endi gradus qarashsak, gipotenzani yarmiga teng 4 bo'ladi. Mana bu jamisi 150. Bitta mana bunday 90 gradus balandlik tashib oladigan bo'lsa, bu yerda 30 qoladi. 30 qoladigan bo'lsa,
Mana bu tomon b esa berilmagan. Y deb olsam 30 gradus qarshi harakat yarimga teng. Y taqsim 2 bo'lar ekan. Yana noma'lum b tomonga bog'liq bo'lib qolyapti-da bir narsa. Xo'sh, endi mana bu yerda 60 qoladi. Jami'si 90 edi. Bu yerga 30 ketgan. Bu yerda 60 gradus qoladigan bo'lsa, mana bu yerdan balandlikka perpendikulyar tushiramiz yana bitta. Perpendikulyar tushirsak, mana bu ham 90 bo'ladi, bu ham 90 bo'ladi, mana bu ham 90 bo'ladi. Endi jamisi 150 edi. 150 dan mana bu 30 chiqib ketdi, 120 qoldi. 120 dan 90 chiqib ketsa, mana bu yerda 30 qoladi yana. 30 gradus qarashdan harakati yarmiga teng. X taqsim 2 deb olsak bo'lar ekan. Xo'sh. Buni ikkita noma'lum bo'lganligi uchun mana buni yozsam bo'ladi. Bu yerga 8 qoladi. 8 minus y taqsim 2 ni x izoh 3 ga tenglashtirib, mana buni qiymatini topib, mana buni qiymatini topib ishlasa bo'ladi. Menimcha cho'zilib ketsa kerak deb o'ylayapman bu narsa. X taqsim 2 bo'ladi. Mana bu y izoh 3 taqsim 2, bu ham y izoh 3 taqsim 2. Y izoh 3 taqsim 2 ga mana bu yerda x taqsim 2 ni qo'ysam, xo'sh, y izoh 3 taqsim 2 ni qo'shsam, mana 4 izoh 3 ga teng bo'lishi kerak. Keyin mana bu yerdan mana bu x izoh 3 bo'ladi ekan. X izoh 3imiz 8 minus y taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. 8 minus y taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. Mana shuni yechib ko'radigan bo'lsak, x kerak bizga, mana bu yerdan y ni x orqali ifodalab olaylik. Keyin y ni joyiga keltirib qo'yamiz. Biz izoh 3 ga bo'lib o'rishimiz kerak ekan. Mana bu yerda y taqsim 2 ni topish uchun y taqsim 2 teng izoh 3 ga bo'lib o'rsak, mana buni yana minusga o'tkazib olishimiz kerak. 4 minus x taqsim 2 izoh 3. Y taqsim 2 ning o'rniga shuni qo'yamiz. X izoh 3 teng 8 minus 4 plus x taqsim 2 izoh 3. X izoh 3 teng 4 plus x taqsim 2 izoh 3. Buni bitirib o'tkazsam, x izoh 3 minus rasionaldan qutarsam x izoh 3 taqsim 6 bo'ladi. Teng 4 ga x izoh 3 ni olib chiqsam 1 minus 1 taqsim 6 teng 4 bo'ladi. 5 taqsim 6 x izoh 3 24 taqsim 5. X ga 24 taqsim 5 izoh 3. Rasionaldan qutarsak 24 izoh 3 taqsim 15 ya'ni 8 izoh 3 taqsim 5. 1/6 izoh 3 ekan. Xayolimda bu birozgina cho'zildi. Yechimi. Demak, buni yana bir chizib, boshqa usulni ham qarab ko'ramiz. Lekin uzunroq bo'lsa ham buni javobi chiqdi. Oltmish 90 jami'si 150 berilgan ma'lumotlardan x topishimiz kerak. 8 bor, 60 bor, mana 12 bor. Xo'sh. Biz tomon berilmaganda. Biz tomon ham berilmagan bo'lsa, demak bu misolimizni osonroq usulda yechishga harakat qilamiz yana. Mana bu 150 gradus berilgan. Buni xo'p y deyadigan deb oladigan bo'lsak, mana bu yerdan xuddi shu y ga teng kesma tushirsak, teng yonuvchi burchak hosil qilishga harakat qilsak, y bo'lsa, mana bu 60likdan mana bu 60lik kelib chiqadi. Endi mana bu ham 60 bo'ladi, chunki 180 bo'lishga hech burchaklar yig'amiz, mana bu y bo'ladi. Mana bu tomonimiz esa
12 minus y bo'ladi. Endi shu tushgan nuqtadan 8 tomonga qaradi bitta perpendikulyar chiziq tushirsak, bu yerda 150 dan 60 ketgandan keyin 90 qoladi-ku. To'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Ya'ni mana bu ham x ga teng bo'ladi. Mana bu 90 bo'ladigan bo'lsa, bu 60 berilgan, mana bu 30 gradusga hosil bo'ladi. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng, ya'ni 12 minus y ning yarmi. 12 minus y taqsim 2. Mana bu tomonimiz esa mana bundan mana bungacha bo'lgan masofa mana shu 8 minus 12 minus y taqsim 2 ga teng bo'ldi. Hozir bu yerda to'g'ri joy hosil bo'lyapti-ku. Mana shu 8 minus 12 minus y taqsim 2 y ga teng bo'lishi kerak. 8 minus 12 minus y taqsim 2 ni y ga tenglashtirib y ni topib olamiz. Xo'sh, ikkitadan berib tashlab yuborsak, 16 minus 12 plus y teng 2y ga y minus 1 o'tadigan bo'lsa, y 4 ga tengligi hosil bo'ladi. Xo'p, agar y 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 12 dan 4 ni ayirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, mana bu tomonimiz 4 ga teng ekan. Mana 12 dan 4 ayirsak, mana bu 8 bo'ladi-ku. 8 bo'lsa 30 gradus qarshi katet gipotenuzani yarmiga teng 4 bo'ladi. Demak, x imiz 4/3 ga teng bo'ladi. Narigi yechimimizda demak arifmetikasida qandaydir bir xatolik ketgan. O'sha xatoni topib, shu videoni kommentariyasiga imkoni bo'lsa yozib ketinglar, to'g'rilaymiz yana. Bu misolimizni ham xuddi mana bu yechganimiz kabi ishlaymiz. Mana y deb bo'ladigan bo'lsak, bitta mana bunday y ga teng kesma tushirsam, teng yo'l uchuvchi hosil qilishga harakat qilaman va mana bu yerda 60 ligidan teng yo'l hosil qilyapman-ku. Bu ham 60 bo'ladi. Endi mana bu 60 bo'lishga majbur bo'ladi. Bu teng tomonlar bo'lib qoladi. Y ga teng bo'ladi bu ham. Endi mana bu D dan mana bu aytaylik Y nuqta deylik. D dan Y nuqtagacha bo'lgan masofa jamiz 18 edi. Ya'ni 18 minus y ga teng bo'ladi bu. Mana qaraymiz, 150 dan 60 chiqib ketsa, mana bu 90 qoladi endi. Biz bu yerda endi Y nuqtadan A ga yana bitta perpendikulyar tushiramiz. Yana bitta perpendikulyar tushiradigan bo'lsak, to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi bu yerda. Ya'ni bu x bo'lsa x bo'ladi. Endi 60, 90, mana bu 30 bo'ladi. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Ya'ni 18 minus y taqsim 2 bo'ladi. Demak, f nuqta desak, mana buni A dan f gacha bo'lgan masofa jamiz 10 edi-ku. 10 minus 18 minus y taqsim 2 bo'ladi. Endi AF bu yerda to'g'ri to'rtburchak bo'lganligi uchun B ga teng. Ya'ni 10 minus 18 minus y taqsim 2 ni teng deymiz y ga. Bunga ikkitadan, bunga ham ikkitadan beramizda. Bunaqa mahraj tashlaveramiz. 20 minus 18 plus y teng 2y. Y minus 1 o'tadigan bo'lsa, y bu yerda 2 ga teng bo'ladi. Agar y 2 ga teng bo'lsa, D dan y ga bo'lgan masofa 18 minus 2 16 ga teng bo'ladi. Mana bu 8 ga teng bo'ladi. X imiz 8/3 ga teng bo'ladi. Xo'sh, ana endi 87-misolimizni 86 va 85-misollarni ishlanishiga qarab o'zlaring harakat qilasizlar hamda mabodo chiqmay qoladigan bo'lsa, bemalol yana so'rashlaring mumkin. 88-misol uzunligi 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'lgan kesmalardan nechta o'tmas burchakli uchburchak yasash mumkin? O'tmas burchakli uchburchak yasash qoidasiga qaraymiz. Agar uchburchak berilgan bo'lsa, ixtiyoriy uchburchak A, B, C. Demak, mana bu alfa eng katta burchak alfa deb qaraydigan bo'lsak, mana shu alfa eng katta burchak. Eng katta burchak alfa. Xo'sh, agar 90 dan kichik bo'lsa, bu o'tkir burchakli uchburchak hisoblanadi. O'tkir burchakli uchburchakda eng katta tomon kvadrati, xo'sh, b kvadrat plus a kvadratdan kvadrat darajasidan kichik bo'lishi kerak bo'ladi. Bilamiz, agar alfa 90 ga teng bo'lsa, bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib, Pifagor teoremasi bo'ladi. C kvadrat a kvadrat plus b kvadratga teng bo'ladi. Agar alfa 90 dan katta bo'lsa, o'tmas burchakli uchburchak deyiladi hamda c kvadrat
b kvadrat plus a kvadratdan katta bo'lishi kerak. Mana bu o'tmas burchakli uchburchak qoidasi. Mana bu esa o'tkir burchakli uchburchak qoidasi. Shu qoidaga binoan xo'sh, nechta o'tmas burchakli uchburchak yasash mumkin debdi. Birinchi navbatda biz tanlayotgan sonlarimiz uchburchak yasash qoidasiga to'g'ri kelishi kerak. Hozir men 3 4 5 tanlasam, 3 4 5 Pifagor sonlari bu. 3 4 5. Mana bu o'tmas burchakli emas, to'g'ri burchakli bo'lib qoladi. Demak, 3 4 5 tanlanganda bu to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. 3 4 6 tanlasam uchburchak yasash mumkinmi? 3 4 6 dan uchburchak yasash mumkinmi? Ikkita kichik tomon yig'indisi katta tomondan kattami? Demak, bundan uchburchak yasash mumkin. Endi o'tkir yoki o'tmasligini tekshiramiz. Eng katta tomon kvadrati bilan ikkita kichik tomon kvadratlari yig'indisini solishtiramiz. Bu 25 bo'ladi, bu 36 bo'ladi. Kattami? Eng katta tomon kvadrati kattami? Demak, bu o'tmas burchakli uchburchak hisoblanadi. Endi 3 4 7 tanlay olmayman, chunki 3 ga 4 qo'shsam 7 ga teng bo'ladi. 3 bilan 4 dan yig'indisi 7 dan katta bo'lishi kerak. 3 4 8 bo'lmasligi aniq. 4 5 6 ga qarab ko'raman. 4 5 6 dan uchburchak yasash mumkin, chunki 4 ga 5 ni qo'shsam eng katta tomondan katta. Endi buni katta tomon kvadrati bilan ikkita kichik tomon kvadratini yig'indisini tekshirib ko'raman. 36 bo'ladi. Bu 16 ga 25 41 bo'ladi. Kichik bu o'tkir burchakli uchburchak deyiladi. O'tkir burchakli uchburchak deyiladi. 4 5 6 dan uchburchak yasash mumkin bo'ldi, lekin bu o'tkir burchakli bo'ldi. Ana endi 4 5 7 dan uchburchak yasash mumkin, chunki 4 ga 5 ni qo'shsam 7 dan katta. Uchburchak yasash qoidasiga to'g'ri keladi. 4 kvadratga 5 ni kvadrati qo'shsam 41, 7 ni kvadrati 49. Demak, 4 5 7 bu o'tmas burchakli uchburchak ekan. Yana bitta tuzuk. 4 5 8 dan ham uchburchak yasash mumkin. Chunki ikkita kichik tomon yig'insa katta tomondan katta-da. Buni ham kvadratlar yig'in 8 kvadratdan kichik bo'lganligi uchun bu ham o'tmas burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Endi 5 6 7 dan uchburchak yasash mumkin. 5 kvadrat bilan 6 kvadrat yig'insa 7 kvadratdan katta bo'lganligi uchun 5 6 7 dan tashkil topgan uchburchak bu o'tkir burchakli uchburchak hisoblanadi, chunki ikkita kichik tomon kvadratlar yig'insa buni kvadratdan katta. 5 6 8 chi? 5 6 8. Xo'sh, 5 6 8 ikkalasi bundan uchburchak yasash mumkin. 25 ga 36 ni qo'shsam, xo'sh, 61 bo'ladi, 64 bo'ladi. Demak, buni kvadrati bu ikkita kichik tomon kvadratdan katta bo'ldi-ku. Demak, bu o'tmas hisoblanadi. O'tmas burchakli uchburchak hisoblanadi. 5 6 7 ketdi. Eng oxirgisi 6 7 8 qoldi. 6 ni kvadrati 7 ni kvadratini qo'shsam 8 kvadratdan katta bo'lganligi uchun bu o'tkir burchakli uchburchak deyiladi. Xo'sh, ana endi nechta deb savol berganda, nechta o'tmas burchakli uchburchak yasash mumkin deganda, bu mana bu yerda bitta bo'ldi, o'tmas bitta. 2 ta 3 ta 4 ta. Ya'ni 4 ta o'tmas burchakli uchburchak yasash mumkin ekan. Xuddi shu 88-misolga o'xshash 89-misolda o'zlaring mustaqil ishlaysizlar. Albatta, chiqmasa bemalol so'rashlaringiz mumkin. Yoki tushunmay yurasiz. Bo'lsa shu videoning kommentariyasiga yozib ketinglar. Kommentariyaga albatta javob qaytarishga harakat qilaman. Telegramda so'rasangizlar ham farqi yo'q. Xo'sh, x ning nechta natural qiymati 6 8 x ga so'nar o'tkir burchakli uchburchak yasash mumkin. O'tkir burchakli uchburchak. Birinchi x ni qabul qiladigan oralig'ini topib olaylik. Uchburchak yasash qoidasiga ko'ra 6 plus 8 x dan katta bo'lishi kerak. 6 plus x 8 dan katta bo'lishi kerak. 8 plus x 6 dan katta bo'lishi kerak. Demak, x 14 dan kichik bo'lishi kerak ekan. 6 ga qo'ysa x 2 dan katta bo'lishi kerak ekan. Mana bu yerda x katta minus 2 o'zi mana bu oralig' olinadi, bu tasdiqlaveradi. Demak, 2 dan katta 14 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Endi 2 dan 14 gacha 3 6 8
4, 6, 8, 5, 6, 8, 6, 6, 8, 7, 6, 8, 8, 6, 8, 9, 6, 8, 10, 6, 8, 11, 6, 8, 12, 6, 8, 13, 6, 8 yozib chiqdim. Mana 12 anaqa 2 dan katta, 14 dan kichik barcha anaqa butun sonlarni yozib chiqdim. X ning nechta natural qiymati deganim uchun mana natural qiymatlarni yozib chiqdim. 3, 6, 8 o'tkir burchaklimi, o'tmas burchaklimi? Ikkalasini kvadratlari yig'insa 9 ga 36, 45 bilan buni kvadratidan kichik-ku. Bu o'tmas bo'ladi. Bizdan nechta o'tkir yasash mumkin degan. Demak, bu bo'lmaydi. O'tkir bo'lgan, o'tmas bo'lganligi uchun x qo'yaman. O'tkir burchakli bo'lsa bitta ichiga qo'yib ketaman. 4, 6, 8 ikkalasini kvadratlari yig'insa 16 ga 36 bo'lsa, buni kvadratidan kichik bo'ladi. Bu ham o'tmas burchakli bo'lar ekan. 25 ga 36 oltmish bo'ladi, 64 dan kichik. Bu ham o'tmas burchakli bo'lar ekan. 6, 6, 8. Xo'sh, 6, 6, 8, 36, 36, 72 bundan kvadratidan katta. Demak, bo'ladi. Bu o'tkir burchakli bo'ladi. 7, 6, 8 ham o'tkir burchakli bo'ladi. Bu o'tkir burchakli bo'lishi aniq. Chunki 8, 6, 8 kvadrati bundan katta hisoblanadi. 9, 6, 8 ham o'tkir burchakli hisoblanadi. Chunki 6 bilan 8 kvadratlari 9 kvadratdan katta. Bu to'g'ri burchakli uchburchak bu. O'tmas burchakli emas. Chunki 6, 8 bilan Pifagor hisoblanadi. 6 bilan 8 kvadratlari yig'insa 11 kvadratdan kattami kichikmi shuni solishtiramiz. Agar ikkalasini kvadratlari yig'insa katta bo'lsa bu o'tkir burchakli bo'ladi, kichik bo'lsa o'tmas burchakli uchburchak bo'ladi. Demak, 36 ga 81 36 ga 81 120 necha bu 121 dan katta bo'ladi, lekin ikkalasini kvadratlari yig'insa 144 dan kichik. Demak, bu o'tmas bo'ladi, o'tkir bo'lmaydi. Bu ham o'tmas bo'lishi aniq. O'tkir burchaklar 1, 2, 3, 4, 5 ta ekan. Bizdan nechta degan-ku? Mana shunaqa. 91-misolimizda ABC tomonlar uchun shu munosabat o'rinli va mana bu munosabat o'rinli bo'lsa, uchburchak esa tomon qarshi burchakni toping debdi. Endi tomon qarshi burchakni topishimiz uchun bitta ABC mana A B C aniq qarshisi alfa, B qarshisi beta, C qarshisi fi deb olaylik. Endi kosinus teoremamiz A ga nisbatan. Demak, A kvadrat teng B kvadrat plus C kvadrat minus 2BC kosinus alfa. Mana bu munosabat mavjud deganki, shuni tagiga yozib olamiz. A kvadrat teng B kvadrat plus C kvadrat plus BC. Endi A kvadratlarni tenglashtiramiz. B kvadrat plus C kvadrat minus 2BC kosinus alfa teng ekan B kvadrat plus C kvadrat plus BC. Ana B kvadratlar qisqarsa, C kvadratlar ham qisqarsa, minus 2BC kosinus alfa 2BC kosinus alfa teng BC ga bo'ladi. BClar ham qisqaradi. Minus 2 ta kosinus alfa teng 1 ga kosinus alfa teng minus 1 taqsim 2. Qachon minus 1 taqsim 2 ga teng? Alfa albatta 120 gradus bo'lganda. Xo'sh, alfa 120 gradus ekan. Bu hozir biz o'tkirsiz qo'yibmiz. Alfa 120 gradus bo'ladigan bo'lsa, endi xuddi shu narsaga e'tibor qilinglar-da. Mana B ga nisbatan kosinus teoremasi tuzamiz-ku. Mana bu yaxshilab strukturasiga, tuzilishiga e'tibor qilinglar. Mana bu qismimiz bilan mana bu qismimizni tenglashtirish orqali ham burchakni aniqlab olsak bo'ladi mana bu. Ya'ni mana bu minus izosi 2AC bor. Minus izosi 2AC ni 2AC kosinus alfaga tenglashtirsak bo'ladi mana minusda. Chunki mana bu bunaqa B ga nisbatan kosinus teoremasi tuziladi. B kvadrat teng A kvadrat plus C kvadrat minus 2AC kosinus alfa. Anaqa kosinus beta. Bu ham beta. Tushunamizmi? Mana bu munosabat o'rinli degan va biz o'zimiz tuzsak, mana buni tuzamiz. Endi mana bu B kvadrat bilan mana bu berilgan B kvadratni tenglashtirsak, albatta mana bu
qismimizga o'xshab kvadratlari qisqarib ketadi, a kvadrat plus c kvadrat qisqarib ketadi va mana bu qismimiz qoladi. Va demoqchi bo'lganim, mana shuni yaxshilab tushunib oladigan bo'lsanglar, mana bu yerdagi ikkita bosqichni xayolda ishlab vaqtdan yutsak bo'ladi demoqchiman. Asli ketadi. Ikkita minus b beradi, kosinus beta. Xo'sh, izosi 2 taqsim 2 beta 45 gradusga teng bo'ladi. Beta 45 bo'lsa, bu 120 bo'lsa, 120 ga 45 ni qo'shsam 165 bo'ladi. 180 dan 165 ni ayirib tashlasam 5 gradusga teng bo'ladi. Xo'sh, 92-chi savolimizga qaraymiz. Bu bizning 112 ekan. 92-chi misolimiz. ABC burchakda ABC 105 gradus. B burchagimiz 105 gradus bo'lishi kerak ekan. B burchak bo'ladi 105 gradus. AD medianasi A bo'lsin, C bo'lsin. Demak, AD mediana tomon teng 2 bo'ladi bilamiz. AB tomon bilan 30 gradus burchak hosil qiladi. AD mediana AB tomon bilan 30 gradus burchak hosil qilyapti. AB 5 izosi 2 ga teng bo'lsa, BC tomon uzunligini toping. BC tomon uzunligini topishimiz kerak ekan. Xo'sh, 30 ga 105 ni qo'shadigan bo'lsam, 135 bo'ladi. 180 ni ayirsam, mana bu 45 bo'ladi. 45 gradus. Sin teoremasiga ko'ra sin 30 taqsim 2. Sin 45 taqsim 5 izosi 2. 5 izosi 2. Sin 30 ga 1 taqsim 2 taqsim 2. Sin 45 izosi 2 taqsim 2 taqsim 5 izosi 2. Buradan maqsadagi ikkilarni qisqartiradigan bo'lsak, hamda 5 izosi 2 larni qisqartirsak, proporsiya natijasi x teng 5 ga kelib chiqadi. X 5 ga teng bo'lsa, BC 2x ga tengki. Ya'ni 10 ga teng bo'ladi BC tomonimiz. Xo'sh, 93-misolimiz ABC teng tomonli uchburchak tashqarisida BNC teng tomonli uchburchak yasalgan. Agar AN 8 izosi bo'lsa, ABC uchburchak balandligini toping debdi. Demak, ABC teng tomonli uchburchak yasab olamiz. ABC. Endi BNC yana bitta muntazam uchburchak. BNC. Bilamiz, burchaklar olmish gradusda. AN 8 izosi 3 bo'lsa, ABC uchburchak balandligini toping. AN 8 izosi 3 bo'lsa, ABC uchburchak balandligini toping debdi. Endi e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu 60. Mana bu ham 60. Bu ham 60. Mana bu ham 60. AN 8 izosi 60. 8 izosi 3 deyapti. Bilamiz, ABC uchburchak muntazam bo'lsa, tomonlar A, BC tomon ham A ga teng bo'ladi. Endi sin B ham muntazam deb aytilgan. BNC teng tomoni deyilgan. Teng tomoni bo'lsa, bu ham A ga teng bo'ladi. A bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak 120 bo'lsa, teng yo'li bo'lyapti bu yerda. ANB 30 bo'ladi. Mana bu ham 30 bo'ladi. 180 to'ldirish uchun. 120 30. Bu AN 8 izosi 3 bo'lyapti-ki, 60 30 mana bu 90 lik hosil bo'ladi. 90 lik. O'zi bu yerda romb hosil bo'ladi. Unaqa romb demayapman, sababi hali romb mavzulari o'tilmagan. Xo'p, 30 AA bo'ladigan bo'lsa, mana bu 8 izosi 3imiz. Ko'ryapmiz, teng yo'li burchakning uchidan tushilgan balandligi nima qiladi? Shu 8 izosi 3 ni teng 2 ga bo'ladi, ya'ni 4 izosi 3, 4 izosi 3. Demak, mana ABC uchburchakning balandligi 4 izosi 3 ga teng ekan. To'qson to'rtinchi misolimiz. To'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchak tangislari yig'indisi 5 taqsim 2 ga teng. Uchburchak yig'indisi tushilgan balandlik ajratgan kesimlar nisbatini toping debdi. Mana to'g'ri burchakli uchburchakning
o'tkir burchaklar tangentlar yig'indisi bilan gipotenzada tushirilgan balandlik qanday munosabatda ekan bu? Alfa desam, beta desam, A tomon, B tomon bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchakli burchak deyapti. Tangens alfa A taqsim B, tangens beta B taqsim A. Tangenslar yig'indisi 5 taqsim 2 teng ekan. Ya'ni A taqsim B plus B taqsim A 5 taqsim 2. Bunga A'dan, xo'sh, bunga B'dan beradigan bo'lsam, A kvadrat plus B kvadrat taqsim A va 5 taqsim 2 ekan. Mana bitta gipotenza balandlik tushirib olsam, mana bu x proyeksiya, bu y proyeksiya mig'lari o'tilgan. Xo'sh, balandlik ajratgan kesmalar nisbatini toping. Balandlik ajratgan kesmalar nisbati, ya'ni x taqsim y nimaga teng bo'ladi bu? O'zini formulasiga ko'ra a kvadrat taqsim b kvadrat bo'ladi, shundaymi? Xo'sh, bizda mana bu ma'lumotlar berilgan. Demak, biz maxraj berib oldik. Bu holatda biz a kvadrat taqsim b kvadratga bora olmaymiz. A taqsim b plus b taqsim a teng 5 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, buni bir kvadratga oshirib ko'ramiz. A kvadrat taqsim b kvadrat plus b kvadrat taqsim a kvadrat plus 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytmasi a taqsim b b taqsim a 25 taqsim 4 ga teng bo'ladi. A kvadrat taqsim b kvadrat plus b kvadrat taqsim a kvadrat. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa, plus 2 taraf minus bo'ladigan bo'lsa, 25 taqsim 4 minus 2 4 dan bersak, a kvadrat taqsim b kvadrat plus b kvadrat taqsim a kvadrat 17 taqsim 4 ga teng bo'layapti. Biz agar a kvadrat taqsim b kvadratni t deb oladigan bo'lsak, b kvadrat taqsim a kvadratimiz 1 taqsim t ga teng bo'ladi. Joyiga qo'yamiz. T plus 1 taqsim t teng 17 taqsim 4. Bunga t dan, bunga 4 dan, bunga 4 t dan beraveradigan bo'lsak, 4 t kvadrat plus 4 teng 17 t ga bir tomonga o'tkazsak, 4 t kvadrat minus 17 t plus 4 teng 0 ga. Xo'sh, bunda t1 t2larni topamiz albatta. Diskriminant 289. Bizda nima qilib ishlasak ham bo'lardi, buni vet qilib ishlasak ham bo'lardi. 4 ga bo'lib olib, diskriminant cho'ziladi. 4 ga bo'lib olsak, t kvadrat minus 17 taqsim 4t plus 1 teng 0. Demak, t1 plus t2 17 taqsim 4, t1 ko'paytirilgan t2 1 ga teng. Bunda yig'indisi 17 taqsim 4 ga ko'paytmasi 1 ga teng bo'ladigan sonlar. Demak, t1 teng 1 taqsim 4, t2 teng 4 ga. Buni ko'paytmasi 1 bo'ladi, yig'indisi 17 taqsim 4 bo'ladi. Xo'sh. Nisbatini toping. Endi bizga x kvadrat x taqsim y yoki y taqsim x toping demagan-ku. Demak, shunchaki nisbatini toping. X taqsim y ni nisbati aytaylik 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x taqsim y ni nisbati 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. 4 va 1 taqsim 4 ni olsak ham bo'laveradi demoqchiman-da. Xo'sh. Mana bu yerda kesmalar nisbati degan-ku. Shunda katta kesmani kichik kesmaga nisbati deyilsa, masalan 4 1 kichigini kattasi deyilsa, 1 4. Biz 4 1 nisbat deb olib ketsak ham xato bo'lmaydi. Burchak alfaga gipotenzasi s-ga teng uchburchak uchun balandligini toping. To'rtburchak uchburchakning o'tkir burchagi alfaga. Demak, to'rtburchak uchburchak o'tkir burchagi alfa bo'lsa, gipotenzasi s bo'lsa, tushirilgan balandligini toping debdi. Mana shu h ni alfa va s ga bog'liq qilib topishimiz kerak. Demak 95-misolimizda
Hashni nima belgilashimiz kerak? Hipotenza va alfa orqali belgilashimiz kerak. Qarab o'tamiz. Demak, bu balandlik ajratgan proyeksiyalar x va y bo'ladigan bo'lsa, tomonlar uzunligi a va b bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, proyeksiya formulalariga ko'ra a taqsim b, xo'sh, a kvadrat taqsim b kvadrat teng x taqsim y. Endi katta bunday qilib belgilaymiz. A, B, S uchburchak. A deb balandlik deymiz. Katta A, B, S uchburchak uchun tangent alfa A taqsim B. Demak, A kvadrat taqsim B kvadratimiz tangent kvadrat alfaga teng bo'ladi. A kvadrat taqsim B kvadrat o'rniga x taqsim y qo'yamiz. X taqsim y teng tangent kvadrat alfa. Xo'sh, x teng bo'ladi y ko'paytirilgan tangent kvadrat alfaga. Endi biz bilamiz, bu yerda x plus y s ga teng bo'ladi. Mana bu a d b uchburchak uchun tangent alfa h taqsim y tangent alfa h taqsim y. Shu yerdan h teng bo'ladi y ko'paytirilgan tangent alfaga. Yoki mana bu yerdan y o'zini topa oladigan bo'lsak, h taqsim tangent alfa h ko'paytirilgan katangent alfa deb olsak ham bo'ladi, chunki bir taqsim tangent alfa katangent alfaga teng bo'ladi. Xo'sh, x plus y s ga tengligidan mana bu yerda x joyiga mana buni keltirib qo'yaman. Y plus x joyiga y ko'paytirilgan tangent kvadrat alfa teng s ga y ni chiqarsam 1 plus tangent kvadrat alfa teng s ga. Xo'sh, 1 plus tangent kvadrat alfamiz trigonometrik aynitlariga ko'ra 1 taqsim kosinus kvadrat alfa bo'ladi. Y ko'paytirilgan 1 taqsim kosinus kvadrat alfa teng s ga. Shundan y teng bo'ladi kosinus kvadrat alfa ko'paytirilgan s ga. Xo'sh, ana endi bu yerda biz y ni joyiga h katangent alfa keltirib qo'yamiz. Y ni joyiga mana buni keltirib qo'yamiz. H ko'paytirilgan katangent alfa teng s ga. S ko'paytirilgan kosinus kvadrat alfaga. Shunda h teng bo'ladi s ko'paytirilgan kosinus kvadrat alfa ko'paytirilgan taqsim katangent alfa. Shunda katangent alfa 1 taqsim katangent alfa tangent alfaga teng-ku. H teng bo'lar ekan s ko'paytirilgan kosinus kvadrat alfa ko'paytirilgan katangent alfamiz 1 taqsim katangent alfamiz tangent alfaga teng bo'ladi. H teng bo'lar ekan s ko'paytirilgan kosinus kvadrat alfa ko'paytirilgan tangentni sinus alfa taqsim kosinus alfa deydigan bo'lsak, bitta qisqaradigan bo'lsa, h teng sinus alfa ko'paytirilgan kosinus alfaga. Demak, s ko'paytirilgan. Mana buni o'zimizga formula qilib olsak ham bo'lar ekan. Mana isboti bu sizlarga. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakning burchaklarning sinuslari arifmetik progressdan tashkil etadi. Agar uchburchak eng katta tomoni 15 ga teng bo'lsa, shu tomonga tushirgan balandlikni toping debdi. Sinuslar arifmetik progressdan tashkil etadi. To'g'ri burchakli uchburchak alfa beta 90. Sinus alfa, sinus beta va sinus 90. 90 baribir alfa bilan betadan katta-ku. Bu yerda sinus o'suvchi ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, alfa betadan kichik bo'ladigan bo'lsa, sinus alfa bu yerda arifmetik progressdan birinchi qadi bo'ladi. Xo'sh, sinus beta ikkinchi qadi bo'ladi, ya'ni A2 bo'ladi. Sinus 90 esa 3-chi qadi bo'ladi, A3. Arifmetik progressiya xossasiga ko'ra A1 plus A3 ikkita A2 ga teng bo'ladi. A1 o'rniga sinus alfa plus A3 o'rniga 1 bo'lsa, ikkita sinus betaga. Ikkita sinus beta sinus alfa plus 1 ga teng bo'lar ekan. Eng katta tomoni 15 ga teng bo'lsa,
shu tomonga tushirilgan balandlikni aniqlang. Shu tomonga balandlik tushiramiz. H balandlikni aniqlashimiz kerak ekan. Endi demak mana bu narsalardan ham foydalanishga harakat qilamiz. Demak, bu yerda koordinatlarni A va B deb belgilasak, sinus alfa A taqsim 15 sinus bitta B taqsim 15 joyiga qo'yadigan sinus alfa formulasiga A taqsim 15 plus 1 teng 2 ko'paytirilgan B taqsim 15. 15 dan tashlab yuboradigan bo'lsak A plus 15 teng 2B ga A ni o'tkazib yuboradigan bo'lsak 2B minus A 15 ga teng ekan. Biz bilamiz Pifagor teoremasiga ko'ra kvadrat plus B kvadrat 15 kvadratiga teng bo'ladi. Buni ikki tomonini kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak 2B kvadrat minus 2 ko'paytirilgan 2B ko'paytirilgan A plus A kvadrat teng 15 kvadratiga. Endi 15 ni kvadratini joyiga A kvadrat plus B kvadrat keltirib qo'ysak 4B kvadrat minus 4AB plus A kvadrat teng A kvadrat plus B kvadratga. B kvadrat B o'tkazsak 3B kvadrat minus 4AB teng 0. B ga bo'laveraman. 3B minus 4A teng 0. 3B teng 4A ga. Bu yerda proporsiya qilib yuboradigan bo'lsak B taqsim A teng 4 taqsim 3. Ya'ni B ni 4 ga deb oladigan bo'lsak A ni 3 ga deb olsak bo'ladi. Bilamiz gipotenuzaga tushirilgan balandlik H teng A ko'paytirilgan B taqsim S degan formulasi bor. Demak, H teng shulardan kani aniqlab olsak ham bo'lar ekan. Mana Pifagor teoremasi bor dedik. Mana bu yerga keltirib biz kani aniqlab olsak ham bo'lar ekan. Demak, A o'rniga 3 ga. Xo'sh, 3 kani kvadrati plus 4 kani kvadrati teng 15 ning kvadrati 9 ga 16 25 k kvadrat teng 225 qisqartirsak k kvadrat teng 9 k 3 bo'ladi. Demak, B tomonimiz 4 kara 3 12, A tomonimiz 3 kara 3 9 ekan. H teng 9 ko'paytirilgan 12 taqsim 15. Shuni qisqartirsak 3 5 taqsim 5 2. Xo'sh, balandlik 2 ga teng ekan. 97-misolimizda misolimizda ABC uchburchakda ABC 120 gradus uchburchakda tashqarisida kvadrat yasalgan debdi. Bu terbasi 5 bo'lsa M kesma uzunligini toping. ABC uchburchakda AB 4 BC 5 B 120. Xo'p. Yana nima bo'ldi bu? Akkumulyator. Xo'p. Davom etamiz 97-misoldan. Shuni yuklaylik.